Assalomu alaykum do'stlar. Muhina Balka, Rostov-na-Donu, город Aksay. Mana shunday chiroyli bitta o'zaramiz bor albatta. Полный лестниsalar taxtadan. Paydim. Bo'lmasa tevaga bitta chiqib ko'ramiz. Rezultatni ko'ramiz, qanaqa bo'ladi. Xudo xolasa zo'r bo'ladi. Mana tevaga chiqaylikchi. Hammasi taxtadan bo'lgan, молодец. Taxta Rossiyada hisobda suv tekin deydi-yu. O'shaning uchun bu o'rmonda ichi ham poni taxta ekan. Bismillah. O'rmon zo'r. Daraxt tugamaydi. Daraxt ko'p. Rasaman keladigan joy ekan, oshna-og'aynilar bilan dedik-ku. Hozir ko'ramiz. Bugun hech kim yo'q. Mangalli zonalar. Вот, мусорный ящикlar qo'yib qo'yibdi. Stiklo, bumaga, plastik deb yozib qo'yibdi, tem bo'lib. Mangal ham bor ekan. Rosa joyida ekan, mana bor-ku. Kech paytda mana chiroq. Svet yonadi, yop-yorug' bo'ladi. Qani endi dalish ketamiz. Plastikani alohida tashalar ekan. Vanida alohida tashalar ekan shisha-pishalardan. To'g'ri-da. Alohida bo'lgani yaxshi. Chiroyli bo'ladi. Aynalgan chiqib turgani zo'r ekan, TV bilan, ha. Beti katta bir 10 gektar chiqar. Piyoda emasda velida aynalish kerak ekan, maza qiladi. Chuqurligini qaranglar. Hopla ikkinchi malga